Olimlar sichqonni suv to'la idishga tashlashdi. U vahimaga tushdi, oyoqlarini telbalarcha qimirlatdi. Sekin asta kuchi kamaydi. Atigi 15 daqiqada cho'ka boshladi va taslim bo'ldi. Keyin olimlar uni olib chiqib, quritib, hushiga kelishga qo'yib berishdi. Bir ozdan keyin o'sha sichqon o'sha idishga yana tashlandi. Bu safar u vahimaga tushmadi. U xotirjamlikni saqladi va asta-sekin suv ustida suzib yuraverdi. U oyoq qo'llarini ritmik ravishda harakatlantirib, kuchini tejab turardi. 1 soat, 2 soat va u sezmay turib 60 soat davomida uzluksiz suzdi. Nihoyat olimlar uni yana olib chiqishdi. Bir o'ylab ko'ring, nima o'zgargan edi? Sichqonning kuchi emas, balki uning fikrlash tarzi o'zgargan edi. Agar sabr qilsa, kimdir uni qutqarish uchun kelishiga amin edi. Va bu umid uni avvalgidan ham kuchliroq qildi. Bu umid effekti deyiladi. Odamlarda ham shunday. Hayot botqog'iga tushib qolganimizda bizni sharoit emas, endi yechimi yo'q degan fikr sindiradi. Lekin haqiqat shuki, taslim bo'lmaguningcha o'yin tugamaydi.